Aylanma jism hajmini qaraylik. Deylik, koordinatda o'qlarida birorta f at x funksiya grafigi berilgan bo'lsin. Y teng f at x funksiyaning deylikki A dan B'gacha bo'lgan qismini grafigi berilgan bo'lsin. Hop, f at x funksiyani ox o'qi atrofida aylantiraylik. Ox ni atrofida aylantirsak, mana bu nuqtamiz mana bu nuqtadan o'tadi. Bu nuqtamiz esa mana bu nuqtadan o'tadi. Bu chizig'imiz mana bu ko'rinishda o'tadi. Hop, natijada shu yerda aylanma jism hosil bo'lyapti. Maqsadimiz mana shu, demakki f at x funksiyani ox atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini topish. Hop, jism hajmini quyidagi bo'laklarga bo'laylik. Mana bunday bo'laklarga ajratadigan bo'lsak, silindrlarga ajraladi. Silindr demak, bo'laklarga bo'lamiz. Deylik, V1, V2, V3 va hokazo va N ta silindr hosil bo'ladi. Silindr hajm formulasini bilamiz. Silindr hajmi pi R1 ning kvadrati ko'paytirilgan H1 pi R2 ning kvadrati ko'paytirilgan H2 va hokazo pi Rn ning kvadrati ko'paytirilgan Hn bo'ladi. Hop, mana bu holatda mana bu bo'lakni oladigan bo'lsak, shu yerda ajralgan silindrni radiusi a ga teng, shundaymi? Radiusi f at a ga teng bo'lyapti. Mana bu argument a bo'lganda radiusimiz f at a ga teng. Shunda pi ko'paytirilgan f at a ning kvadrati ko'paytirilgan. Deylikki, birlik silindrlarga ajratadigan bo'lsak, dximiz nimaga teng edi? 1 ga teng edi. X hoslasi 1. Balandligi 1 bo'lgan silindr, ya'ni dximiz 1. Plus keyingisida pi ko'paytirilgan a dan keyingi a plus 1 keladi. Bu holda f kvadrat a plus 1 ko'paytirilgan balandlik 1 bo'lsa dx va hokazo. Oxirgisida oladigan bo'lsak, pi ko'paytirilgan. Mana bu yerda qiymatimiz nimaga teng? F at b ga teng. Mana bu yerdagi silindrni radiusi f at b ga teng. F kvadrat b ko'paytirilgan dx. Umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarsalaring, xullas bunimiz pi ko'paytirilgan integral f kvadrat x a dan b gacha dx ga keladi. Shuna qilib f at x funksiyani ox o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'ladigan aylanma jism hajmi mana bu ko'rinishdagi formula bilan hisoblanadi. Yozib olasizlar. Sharh hajmini keltiramiz. Aytaylikki x kvadrat plus y kvadrat teng r kvadrat. Bu haqida nima deya olamiz? Markazi koordinata boshida hamda radiusi r ga teng bo'lgan aylanadi bu. Demak, chap chegara minus r, o'ng chegara r minus r. Demak, mana bu aylana tenglamasi x kvadrat plus y kvadrat teng r kvadrat.
Bu aylanani OX o'qi atrofida aylantiraylik. Bu holda R nuqtamiz minus R nuqtadan o'tadi. Nima hosil bo'lyapti? Aylanma jism hosil bo'lyapti. Biz boya aylanma jism hajmini aytdik. Hajmi pi integral A'dan B'gacha f kvadrat x dx ko'rinishda hisoblanadi dedik. Hop, pi ko'paytirilgan. Bizda aylanma jismni chap chegarasi minus r, o'ng chegarasi r. A'dan B'gacha bo'lgan chegaramiz minus r dan r gacha bo'lyapti. F kvadrat x ni aniqlasak, mana bunda y ni kvadrati teng r kvadrat minus x kvadrat bo'lyapti. F kvadrat x o'rnidan keltirib qo'yamiz. R kvadrat minus x kvadrat dx. dximiz o'zgaruvchi x ekanligini bildiradi. R kvadrat o'zgarmas son. Integralni hisoblaydigan bo'lsak, pi ko'paytirilgan r kvadrat x kvadratni integrali 1/3 x ning kubi minus r dan r gacha. Boshlanishning r dagi qiymatidan minus r dagi qiymatini ayiramiz. Hop, pi ko'paytirilgan r kvadrat ko'paytirilgan r minus 1/3 r ning kubi minus boshlanishning minus r dagi qiymatini ayirishimiz kerak. R kvadrat ko'paytirilgan minus r 1/3 minus r ning kubi. Hisoblaylik. Pi ko'paytirilgan, hop, bu ikkalasini ayirsak 2/3 pi r ning kubi. Bunisida minusdan r kub minus r kub minus minus plus bo'ladi 1/3 r kub. x/3 mana bu yerda p'si yo'qdi. Pi yo'q. x/2/3 r ning kubi. Bunisi ham 2/3 r ning kubi. Qo'shsak 4/3 per kub bo'lyapti. Shunday qilib shar hajmi 4/3 pi r kub. Demak, shar radiusi berilsa, hajm mana shu ko'rinishda hisoblanar ekan. Yozib olasizlar. Shar segmentining hajmini keltiraylik. Demak, x kvadrat plus y kvadrat teng r kvadrat. Markazi koordinata boshida hamda radiusi r ga teng bo'lgan aylanadi bu. Hop. O'ng chegara r edi. R dan h birlik chapda mana bu h bo'ladigan bo'lsa, mana bu nuqtamiz haqida nima deya olamiz? R minus h bo'ladi. Bu r edi. Absissamiz h birlik chapda, absissamiz r minus h. Mana shu bo'lakni, mana bu bo'lakni. Bu nima edi bu? Segment edi. Buni nima qilaylik? OX ni atrofida aylantiraylik. OX atrofida aylantiradigan bo'lsak, mana bu yerda nimaga ega bo'lamiz? Shar segmentiga ega bo'lamiz. Maqsadimiz shar segment hajmini topmoqchimiz. Bu ham aylanma jism bo'lyapti. Aylanma jism hajmi pi integral A'dan B'gacha f kvadrat x dx edi. Bizda segmentni chap chegarasi r minus h, o'ng chegarasi r. Demak, r minus h dan r gacha.
f kvadrat x ni aniqlaydigan bo'lsak, y kvadratimiz r kvadrat minus x kvadrat. Demak, f kvadrat o'rnidan r kvadrat minus x kvadrat dx. Aniq integralni hisoblaylik. Pi ko'paytirilgan r kvadrat x minus 1 taqsim 3 x kub. Demak, r kvadratni boshlanishi r kvadrat x kvadratni boshlanishi 1 taqsim 3 x kub. Hop, chegaramiz r minus h dan r gacha. Boshlanishning r dagi qiymatidan r minus h dagi qiymatini ayiramiz. Pi ko'paytirilgan r kvadrat ko'paytirilgan r minus 1 taqsim 3 r ning kubi minus pi ko'paytirilgan. Hop, r kvadrat x o'rnidan r minus h 1 taqsim 3 x o'rnidan r minus h ning kubi. Qavsni ochib soddalashtiramiz. Umumiy ko'paytuvchi pi ni qavsdan tashqariga chiqarsak, bu r ning kubi minus 1 taqsim 3 r ning kubi minus qavsni ochsak r kub minus plus bitadi plus r kvadrat h minus minus bo'lsa plus bitadi plus r ning 1 taqsim 3 r ning kubi minus hop uchlangani bilan bu 3 qisqaradi r kvadrat h plus rh ning kvadrati minus 1 taqsim 3 h ning kubi plus ayirmani kubga oshirib 1 taqsim 3 ga ko'paytirib yubordim. O'xshash xatlarni ixchamlashtiraylik. R kub bilan r kub ixchamlashadi, bu bilan mana bu ifoda ixchamlashadi. R kvadrat h bilan r kvadrat h ixchamlashadi. Qolgan qismida qavsdan tashqariga h kvadrat taqsim 3 chiqarib olsak, shunday qilib segment hajmi hop maxrajdagi 3 chiqaryapmiz. 1 taqsim 3 h kvadrat qavsdan tashqariga chiqarsak, bunda 3r minus h. Demakki, biz hozir segment hajmini keltirdik. Segment balandligi h hamda segmentga mos shar radiusi r bo'lganda hajmi mana shu ko'rinishda hisoblanadi. Yozib olasizlar. Shar sektorning hajmini keltiraylik. Deylikki, sektor hajmini topish uchun mana bu konus hajmi bilan shar segmentda hajmlar yig'indisini hisoblaymiz. Konus hajmiga qo'shamiz segment hajmini. Hop, aytaylikki, shar radiusi r bo'lsin hamda mana bu segment balandligi h bo'lsin. Konus asos radiusi kichkina r bo'lsa, hop, keyin konus balandligi nima bo'ladi mana bunimiz? Mana bunimiz r minus h bo'ladi. Mana bu to'g'riburchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llasak, unga ko'ra r kvadrat teng r kvadrat plus r minus h ning kvadrat. Qavsni ochsak, r kvadrat minus 2rh plus h kvadrat. R kvadratlar ixchamlashadi. Shunda r kvadrat teng 2rh minus h kvadrat bo'lyapti. Konus hajmi, demak, asos radiusi hamda balandligi orqali ifodalasak, konus hajmi 1 taqsim 3 pi r kvadrat ko'paytirilgan
balandligi nima bo'lyapti? Konusni balandligi r minus h plus segment hajm formulasini boya keltirdik. Segment balandligi h hamda unga mos shar radiusi r bo'ladigan bo'lsa, hajmi pi taqsim 3 h kvadrat 3r minus h edi. Mana qavsdan tashqariga umumiy ko'paytiruvchi pi taqsim 3 chiqarib olaylik. R kvadrat o'rnidan 2rh minus h kvadratni qo'yamiz. Demak, pi taqsim 3 chiqarib oldik. H kvadrat 3r minus h. Qavslarni ochib soddalashtiraylik. Pi taqsim 3 2r kvadrat h minus 2r h kvadrat minus h kvadrat r plus h ning kubi plus 3r h kvadrat minus h ning kubi. O'xshash hadlarni ixchamlashtiramiz. H ning kublari ixchamlashyapti. Xo'p. Mana bu 2r h kvadratimiz qo'shilsa, bu bilan ixchamlashyapti. Da nima qoladi? X taqsim 3 pi r kvadrat h. Demakki, shar sektorini hajmi uchun formula keltirdik. Bunda r shar radiusi, h esa sektorga mos, ya'ni segmentga mos balandlik yozib olasizlar. Shar sirtining yuzi formulasini keltiramiz. Aytaylikki, mana shar berilgan bo'lsin. Shardan mana bunaqa piramidani ajrataylik. Piramidani ajratdik. Hop, piramidani balandligi nimaga teng? Piramidani balandligi sharning radiusdan iborat. Aytaylikki, butun sharni piramidalarga ajratib chiqaylik. Bu holda shar hajmi n ta piramida hajmidan iborat bo'ladi. Butun sharni piramidalarga ajratib chiqdik. Bu yerda n nima bo'lsin? Cheksiz ko'p piramidalardan iborat bo'lsin. Sharni hajm formulasini keltirdik. 4 taqsim 3 pi r ning kubi. Piramida hajmi formulasini bilamiz. 1 taqsim 3 s asos ko'paytirilgan piramidaning balandligi nimaga teng? R bo'lyapti. Xo'p, uchlar qisqaradi. Radiuslar qisqarsa, bunda r kvadrat qolyapti. Shunda 4 pi r kvadrat n ko'paytirilgan piramidaning asosi. Xo'p, cheksiz ko'p piramidalarga ajratsalaring, piramida asos yuzalari nimani tashkil etadi? Shar sirtini beradi. Shunday bunimiz S shar bo'lyapti. Shar sirti teng bo'lyapti 4 pi r kvadrat ekan. Yozib olasizlar. Xo'p, shar segmentini sirtini yuzini topmoqchimiz. Bunda ham xuddi yuqoridagidek piramida ajratamiz. Mana deylikki, mana bunaqa piramida ajratsak, piramida ajratyapmiz. Bu piramidani balandligi nimadan iborat bo'ladi? Piramidani balandligi sharning radiusdan iborat. Shar radius. Segment balandligi h bo'lsin. Biz boya aytdik, segment hajmi formulasi, ya'ni sektor hajmi. Hop,
sektor hajmi olganda sektorimiz, mana bu sektorni cheksiz ko'p piramidalarga ajrataylik. Masalan, n ko'paytirilgan b piramida deylik. Bunda n'imiz cheksiz ko'p. Demak, shar sektorini cheksiz ko'p piramidalarga ajratdik. Xo'p, sektor hajmi formulasini keltirdik. Bu x taqsim 3 pi r kvadrat h edi. Xo'p, piramidani hajmi nima bo'ladi? 1 taqsim 3 s asos ko'paytirilgan balandlik. Piramidani balandligi radiusga teng. R. Uchlar qisqaradi. Mana radiuslar qisqaradi. R qolyapti. Shunda 2 pi RH teng n ko'paytirilgan s asos. Piramidalar soni cheksiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, asoslari yuzalari yig'indisi mana bu segment sirtini beradi. Mana bunimiz nimani berar ekan? Segment sirtini beradi. S segment sirti teng 2 pi RH. Mana segment sirti uchun formula keltirdik. Yozib olasizlar.